Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahboz Tursunov. Bugun sizlar bilan dorixonada farmatsevtlar qanday ishlash haqida gaplashmoqchi edim. Asosiy tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shundan iboratki, yangi bitirgan kollejda yoki institutda endi bitirgan farmatsevtlar dorixonada ishlash uchun nimalarni bilish kerak, qanday tartibda ishni boshlash kerak, endi boshlayotgan ishlariga qanday yondashishi va u ishni qanday o'zlashtirishi mumkinligi haqida sizlar bilan gaplashmoqchi edim. Birinchi o'rinda o'sha farmatsevtika kolleji yoki institutda bitirgan talabalarga maslahatim, agar siz kollejni bitirib yoki institutni bitirganingizdan keyin diplomni qo'limga oldim, endi hammasi yengil bo'ladi, endi hammasi oldinda bu yog'i yorqin hayot deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Agar tarixga qaytadigan bo'lsangiz, siz abituriyentlik paytingizda ham xuddi shunaqa o'ylagansiz. Siz 1-sentyabrdan agar 1-avgustda ekzaminni o'tsangiz, 1-sentyabrdan hayotingiz boshqacha bo'lib ketadi. U hayotingiz yengil, talabalik oltin davr haqiqatan ham, lekin u abituriyentlikdan-da qiyinroq bo'lgan. Agar kuzatadigan, o'ylab ko'radigan bo'lsalaring. Endi sizlar abituriyentlikdan keyin ishga kirish uchun diplomni olganlaringdan keyin endi sizlar abituriyent emassizlar, sizlar talaba emassizlar, endi sizlar ishsizsizlar, faqat ish topmaguninglarcha. Birinchi o'rinda sizlarga diplomni qo'llarga olganlaringda yaxshi joydan, to'g'ri ishni o'zlaringga mos bo'lgan korxonadan yoki rayondan topishinglarni aytgan bo'lardim. Agar siz misol Toshkent viloyatida turib, Toshkent shahridan birorta aptekada ish topadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sizga kelib ketish yoki kvartira rasxodlaringiz oyligingizdan qoplamay qolishi mumkin. Undan tashqari, institut o'qiydiganlar ham, institut bitirganlar ham, agar siz viloyatdan turib Toshkent shahridan ish topadigan bo'lsangiz ham, bir haftada bir marta yoki o'sha kvartira turish Toshkentda shaharda juda ham qimmat. Shu kvartira rasxodlari, sizlarning oziq-ovqatlaring rasxodlari olayotgan oyliginglarni qoplamasligi mumkin. Endi institut paytida, kollej paytida ishlaganlaring bu boshqa, bitirgandan keyin ishlash boshqa. Chunki mas'uliyat o'ta darajada 2 barobar yoki 3 barobar ortadi. Kollej paytida yoki institut paytida student bo'lgan paytlaringda aniqrog'i ishlaganlaringda o'zlaringning qonunlaringga yetsa bo'ldi. Qolgan narsalar, rasxodlar uylaringdagilar tomonidan qilinardi yoki maksimum o'zlaring uchun yetadigan rasxodni qilarlaring xolos. Endi diplom qo'llarga tekkandan keyin ishga kirganlaringdan keyin sizlarda уже mas'uliyat ortadi. Ota-onalaringiz sizlarni yoshliklaringdan papalab o'qitib katta qilgan bo'lsa, endi sizlardan nimadir kutishni boshlaydi va o'zlaringdan ham nimadir qaytargilar keladi. Shuning uchun sizlar ishga kirayotganlaringda birinchi o'rinda maslahatim lokatsiya, ikkinchi o'rinda sizlar o'zlaringni nima xohishlaring borligini bilib olinglar ishga kirayotganda. Siz qanaqa ishdan xohishingiz nima? Qanaqa oylik olmoqchisiz? Sizga minimum qancha oylik kerak? Minimum o'zingizga reja tuzasiz, yaqin 1 yillik yoki 3 yillik reja tuzib, men bu yilda ichida mana shuncha oylik pul ishlab topaman, men keyingi yilga mana misol o'ylanaman yoki men keyingi yilga bunaqa magistraturaga topshiraman, buning uchun menga buncha pul kerak. Reja qilib olasizlar, reja asosida ishni tanlaysizlar. Endi ishni topdilaring ham deylik, uni ishga kirishda eng muhim yo'li bu suhbat. Eng muhim etapi bu suhbat hisoblanadi. Suhbatdan o'tish juda ham qiyin, oddiy emas. Qachonki suhbat oluvchi korxona rahbari sizni agar suhbat olishni yaxshi biladigan bo'lsa, uni suhbatdan o'tish oson bo'lmaydi. Agar u korxona rahbari HR management tizimini tushunmaydigan, qanaqangidir xodimlarni xarakterlarini aniqlolmaydigan odam, oddiy odam bo'lsa, sizga oson bo'lishi mumkin suhbatdan o'tish. Suhbatdan o'tishda nimaga ahamiyat berish kerak? Birinchi o'rinda, agar siz yaxshi oylik xohlayapsiz, demak yaxshi korxonaga topshiryapsiz rezyumeni. Rezyumeni qilayotganingizda rezyumeni bexato, chiroyli, hamma ma'lumotlarni o'z joyida qilgan holatda topshiring. Rezyumeni topshirganingizdan keyin suhbatdan o'tish tartibini ham o'rganing. YouTubedan yoki boshqa bir saytlardan odamlarni qanday qilib suhbat olishini, qanday savollarga qanday javob berishni ko'rib chiqing. Bu sizlarga nafaqat farmatsevt sifatida ishlashdi, balki boshqa bir karyeralaringda o'sib borayotganlaringda kerak bo'ladigan muhim etaplardan biri hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, suhbatdan yaxshi o'tdingiz, yaxshi bir korxonaga, o'sha misol uchun 50 ta apteka tarmog'i mavjud bo'lgan korxonaga siz farmatsevt sifatida ishga qabul qilindingiz. Ishga qabul qilinganingizda men sizga maslahatim, agar uni perspektiva, ya'ni obro'si baland korxona bo'ladigan bo'lsa, yaxshi joy bo'ladigan bo'lsa, har qanaqangi lavozimga tayinlasa ham hech qanday
e'tirozlarsiz ishlashingizni tavsiya qilaman. Siz xoh oliy ma'lumotli bo'ling, xoh o'rta ma'lumotli. Agar sizga korxonada dastlabki грузчикlik vazifasini beradigan bo'lsa, agar korxona stoyishchi bo'lsa, siz unda kerak bo'lsa грузчик, ya'ni yuk tashuvchi bo'lib ham ishlang. Ko'p katta yutuqlarga erishgan milliarder yoki nima deydi, odamlar, mashhur insonlarni qarasalaring, ular qachonlardir o'sha mayda kichkina ishlardan boshlashgan, o'zlari o'sha грузчик bo'lishgan, kichkina garajlarda, kerak bo'lsa farrosh, kerak bo'lsa o'sha oddiy sotuvchilikdan boshlashgan hisoblanadi. Hech qachon sizga berilgan vazifani yomon baholamang yoki past baholamang. Endi agar siz farmatsevt sifatida dorixonada ish yuritishni xohlaydigan bo'lsa, shu planni qo'ygan bo'lsangiz, demak siz dorixonadagi barcha bilim va ko'nikmalarni tez muddatda o'zlashtirishingiz kerak. Nimaga? Agar siz qolgan xodimlarga nisbatan tez o'zlashtirish, tez moslashuvchanlik bilan farqlanib turishingizni korxona rahbari biladigan bo'lsa, siz o'sha karyerniy lestnitsa deydi, karyerni pog'onasida tezroq ko'tarilishingiz mumkin. Salom YouTube'da ko'rib turganlar, men Shahboz Tursunov, o'zimning GPP kursimni tashkilladim. Bu kurs asosan farmatsevt xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, GPP tekshiruvdan o'tayotgan dorixona xodimlariga juda ham muhim hisoblanadi. Chunki kurs davomida farminspeksiyada beriladigan savollar va ularga javoblar ko'rib chiqiladi. Agar kurs sizga ham qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali o'ting yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Agar siz o'zlashtirishingiz bilan boshliqning nazariga tez tushadigan bo'lsangiz, demak sizni karyerada ko'tarilish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Agar yana sizga maslahatim, o'zlashtirish masalasida qaysi bilimlarni o'zlashtirish kerak, imенно nimalarni o'rganish kerak. Sizga birinchi bo'lib men aytib o'taman, birinchi bo'lib bemorlar, ya'ni mijozlar bilan suhbatlashish qobiliyatingizni o'rganing. Agar siz studentlik paytida yoki abituriyentlik paytida odamlar bilan gaplasha olmaydigan, tabiatan uyatchang bo'ladigan bo'lsangiz, dorixonada ishlash sizga birmuncha qiyin bo'ladi. Siz o'zingizni xarakteringizni, o'zingizni tabiatingizni birmuncha o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Agar kerak bo'lsa, psixologga borib ham bu narsani ustida ishlashingiz kerak. Qachonki siz odamlar bilan yaxshi muomala qilib, tez xushchaqchaqlik bilan любой kamchilik yoki nima deydi, problemli, muammoli vaziyatdan tez chiqib ketishni o'rganasiz. Siz shundagina odamlar bilan, mijozlar bilan yaxshi gaplashishga o'rgana boshlaysiz. Undan tashqari yana farmatsevtik bilim va ko'nikmalaringizni oshirishingizni talab qilaman, so'rayman. Nimaga desalaring, bu sizlarda professionallik xususiyatlaring hisoblanadi. Agar siz farmatsevt bo'la turib, dorixonada dori vositalari yoki tibbiy buyumlarni ishlatilish yoki ta'sir qilish mexanizmlarini bilmaydigan bo'lsangiz, siz mijozga ko'rsatayotgan xizmatni sifatli bajara olmaysiz. U mijoz sizdan sifatli xizmat ko'rmagandan keyin u mijoz sizga qaytib kelmasligi oxir-oqibat korxonaning reputatsiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Agar siz tushgan, misol hech kim onasining qornidan bilib tug'ilmagan deydi. Siz ham kollejda o'rganmagan bo'lishingiz mumkin yoki institutda o'qimagan yoki o'sha darsni qo'yib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Agar bilmay qoladigan bo'lsangiz, meni sizga bitta maslahatim, oltin qoida, men o'sha qoidaga doim rioya qilib kelganman. Menga ham ustozlarim qachondir o'rgatishgan. O'zlaring uchun reja qilinglar. Reja qilmasalaring ishlaring yurmaydi. Rejalar qanaqa bo'ladi? Kunlik, haftalik, oylik, yillik yoki 10 yillik yoki bir umrlik reja bo'ladi. Rejani misol uchun kunlikdan boshlaylar. Har kuni bitta farmatsevtika sohasi yangilik o'rganaman degan reja bilan yashanglar. Misol ertalab turdilar, ishga keldilar. Kutib o'tiribsizlar, Instagramda, YouTube'da yoki bir Telegramda, qaysidir gruppalarda qanaqangidir bema'ni, beta'sir videolar yoki roliklar, reelslar ko'rmasdan, undan ko'ra o'sha bitta planni qilinglar. Har kuni ertalab ishga kelganda birinchi bo'lib o'sha bo'shashingiz bilan tanaffus paytida, bo'sh paytingizda любой birorta dorini olib, ta'sir qilish mexanizmini o'rganing. Qanaqa xususiyatlari bor dorini, qanaqa sohalar, kasalliklarga ta'sir qiladi. Bitta dorini olingda, instruksiyasini chiqarib kassa oldiga qo'yib qo'ying. Ertalab qo'yib qo'ysangiz o'sha kassa oldiga, kechgacha bo'shaganingizda telefonning o'rniga shu instruksiyani olib o'qiydigan bo'lsangiz, bir kunda bitta instruksiya, bir oyda 30 ta instruksiya, bir yilda 365 ta dorining instruksiyasini o'qib chiqqan bo'lasiz. Ko'plab dorilarda guruhlari bir xil. Demak, siz bir yil ichida to'laqonli farmatsevtika, farmakologiya sohasini to'liq o'rganib olishingiz mumkin bu bilan.
va o'zingizni farmatsevtik professionalizm deydi, o'sha kasbiy mahoratingizni oshirgan bo'lasiz. Agar dorixona rahbari shunaqangi xodimni ko'rib, shunaqangi o'zini ustida ishlayotgan xodimni ko'rib turib, agar o'sha xodimni lavozimini ko'tarish, unga bir qo'shimcha vazifalar, qo'shimcha yuklamalar yuklashni ko'rib chiqmaydigan bo'lsa, bunaqa korxona reputatsiyasi baland korxona hisoblanmaydi o'z-o'zidan yoki yaxshi korxona hisoblanmaydi. Agar korxona rahbari sizni shunaqangi harakatlaringiz bilan ham sizni ko'rmayotgan bo'lsa, demak sizni vaqti keldi boshqa korxonaga ish joyingizni almashtirishingizga. Siz agar shu korxonada o'zingizni o'sishni ko'rolmayotgan bo'lsangiz, siz o'z joyingizni almashtirishingiz mumkin. Bundan tashqari farmatsevtlar faqat aptekada ishlaydi degani emas. Ko'pchilikda noto'g'ri fikri bor. Farmatsevtlikka o'qigandan keyin men kecha kommentariyalarda ham ko'rdim. Bu xatoni hech kim qayta takrorlamasin, bunaqa degan kommentariyalar tushibdi. Bu yer meni kanalimda emas, конечно, boshqalarning kanalida shu kommentariyalar ko'rdim. O'zini sohasiga bo'lgan ishonch, o'zini sohasiga bo'lgan mehr yo'qligidan shu kommentariyalar keladi. Farmatsevtika sohasini tanladingizmi? Siz faqat aptekada ishlaysiz, u yerda qolib, o'sha yerda faqatgina sotuvchilik yoki первостольник deydi, xodim sifatida qolib ketasiz degani emas. Siz zavod va fabrikalarga, farmatsevtik korxonalarga, zavodlarga borib ishlashingiz ham mumkin. Agar bunda ham yana bitta narsa, birinchi qoida, lokatsiyani unutmanglar. Agar siz Farg'onada turibsiz, Farg'onada hech qaysi bir zavod yo'q bo'lsa, siz Namanganga borib agar birorta zavodga yoki Toshkentga borib farmatsevtik korxonalar, zavodlarga ishga kiradigan bo'lsangiz, oyligini hisobga olib, o'zingiz rasxodlaringizni ko'rib chiqishingiz kerak. Agar siz Toshkentlik bo'lsangiz, u sizga osonroq bo'ladi. Maslahatim, siz o'zingizni qiziqishingizga qarab ish tuting. Majburlikdan yoki nima deydi, noilojlikdan qolib ishlamanglar farmatsevtika sohasida. Agar siz farmatsevtikaga xato qilib kirgan bo'lsangiz, bu sizga это не означает, что до конца своей жизни oxirigacha farmatsevt bo'lib qolish. Siz boshqa sohani sinab ko'rishingiz mumkin. Programmirование yoqsa, programmirование qiling yoki boshqa soha. Farmatsevtlik bu farmatsevtlikni sevadigan egalar uchun, kasb egalari uchun farmatsevtlik yaxshi narsa. Agar sizga farmatsevtlik yoqmaydigan bo'lsa, umringizni qiynab, mana bunaqangi guruhlarda, kommentariyalarda yozib, o'zingizni qiynab o'tirishdan hojat yo'q. Bundan faqat ziyon sizga, bizga yoki qaysidir kommentariyani o'qigan tinglovchilarga bas, faqat o'zingizga ziyon bo'ladi, o'zingizni hayotingiz o'tib ketyapti. Shuning uchun maslahat berardim sizlarga, birinchi o'rinda farmatsevtikani bitirdilarmi, shu soha sizlarnikimi yo'qmi? Aniqlab olinglar. Agar shu sizlarniki bo'lsa, qiziqsalaring, qaysi yo'nalishda ketish? Apteka sohasimi, distributsiya sohasimi yoki yana bor farm kompaniyalar bor. Farm kompaniyalarda ham ko'pchiliklar qiziqadi, ishlaydi. Marketing sohasimi yoki ishlab chiqarish sohasi. Mana sizlarga 4 xil soha. Agar sizlarga boshqa sohalar, umuman farmatsevtikadan yiroq bo'lgan sohalar qiziq bo'lsa, hali ham kech emas, boshqa sohani sinab ko'rish. Hayot insonga bir marta beriladi. U hayotda o'tkazish, qanday mazmunda o'tkazish, bu o'zingizga bog'liq. Ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.